Koreyada ham har xil chakchaklar bor, lekin boyadagi chakchaklarning ichiga mayizlar ko'p qo'shadi. Mayizmi, mag'izlar. Simichkani anaqasini. Allaqanday narsalarni ko'p qo'shadi. Kecha qaynonam bilan uyda generalni uborka qilganmiz. Shuncha kiyimni tashlab yuboramiz. O'g'limning kiyimi ham bor, qaynonamning kiyimi ham bor, mening ham kiyimim bor. Shunga kiyimlarimni tashlab olsam, qarasam umuman kiyimim qolmayapti. Qaynonamga aytdim, "Voy, kiyim olishim kerak." Kiyimim yo'q desam, "Men meni kiyimlarimdan kiyib yuraverdim. Nima qilasan, kiyim ol" dedilar. Qaynonam bir qancha kiyim berdilar. Mana shunaqa maykachalar berdi. Bugun qaynonam janozaga chaqirishdi. Janozaga ketishdi. Men esa bugundan kasb tilini imtihoniga tayyorgarlik ko'rmoqchiman. Chunki internetdan ko'ryapman, ko'p ish joylariga kasb tilidan topik 6 olish kerak ekan. Shuning uchun bitta topik olsam, может, kirishim osonroq bo'ladi. Menga omad tilaylar.